Bidalarim chaman. O'rtasiga o'tirib, yana bir o'tishmay qoldi. Bunga qarang. Voy İsmat. Bedalar kimniki? Meniki, ha? Yer kimniki unda? Beda meniki bo'lgandan keyin yer meniki bo'ladi-da. Senga kim ruxsat berdi bu yerlara beda eksin deb? O'zimdan ruxsat oldim. O'zim ekdim. Ha, sen o'zdan turan bitaning noqonuniy ishlarni qarab o'tir. Ol ana shu yerlarni ol, İsmat ham ol. Bu yerlara Makka mumkin emas, lekin bu Makkaga o'tir. Ol buni, ol. Qoch, ol. Nimani kameraga olyapsan, ha? Nimani Keling ol. Nima sanana berib Makka ekding? Kim aytdi senga berib Makka eksin deb? Beni o'zi Makka ekish kerak emas, beni paxta ekish kerak, ha? Men xohlagan narsamni ekaman, tushundingmi? Eka olmaysan. Men hozir tepadan odam olib kelaman. Voy, olib kelgan, ol. Qarab o'tir, ana hokimiyatdan odam olib kelsani umring qamoqda ishlataman. Hey, keling. Ana endi senga ko'rsataman nimaligini. Akajon, gapimni eshiting. İsmat aka yaxshimisiz? Rahmat, to'sqanda, yaxshi. To'g'risizmi siz? Ha, to'g'ri. Gapimni eshiting. Ana bu yoqda noqonuniy beda ekkan. Ana bu yerda paxtani joyiga Makka ekkan bu kishi. Molxonaman bor oli. Eshitdingizmi molxonasi? Qayerda yoshirding molxonani? Hech kerakmi, yoshirammi, yo'l ustida to'xtabdi. Yuring ko'ramiz, yur. Yur. Ibi bunga qarang siz, katta molxona ham qurgan. Molxona mumkin emas. Bu yerda 3 ta 4 ta qo'y qilgan. Qayerdan qilding sen? Menga qarang, bu hammasi noqonuniy. Buni tezroq javobgarlikka Hech qanday noqonuniy emas aka. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-fevraldagi 18-sonli farmoniga asosan olingan. Ibi, nima deb o'tiribdilar bular? Shu qaror aytibdi. Men ham shu yer auksiondan oldim shu yerni. Shuni aytibdi mana. Nima qara, auksiondan olgan nimasi foyda menga? Nimasi yaxshi, Ismat? Yer auksiondan yer olsang, eng yaxshi tarafi xohlagan ekiningni ekib bilasan, menga o'xshab. Xohlasang bida, xohlasang makka ekib bilasan. Hech kim senga kelib paxta ek, bug'doy ek demaydi. Undan tashqari, suving bo'lmasa, kafolatlangan suv yetkazib beradilar. Ichki yo'llaring bo'lmasa, ichki yo'llaringgacha qurib beradilar. Tuk bilan ta'minlaydilar. Eng asosiysi hamsa. O'zingiz sotib olgan yeri 1% ga o'zingiz xohlagan binoni qurib bilasiz. Mana masalan, menga o'xshab molxona qurishingiz mumkin. Xolodilnik qurishingiz mumkin, omborxona qurishingiz mumkin. Hech kim sizga kelib, "Nima buni quryapsan?" demaydi. Hozir shu bizlarga yordam berish uchun viloyat hokimligi huzurida qishloq xo'jalik yerlariga xizmat ko'rsatish direksiyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mazkur farmon imtiyozlaridan foydalanib, men hozir chorvachilik bazasini mustahkamlayapman. Sizni kallangiz yomon ishlaydi hamsiya. Ha, bilasizku? Hamsiya. Yer kengaymaydi. Tezroq olib qolish kerak yeri. Qaysi yeringizni bering menga? Men bermayman, siz o'zingiz oling. Jamol xiyla qildi. To'xtayman, Rossiya yoraman deysiz. O'g'lim ham mana shu qo'y mol qilib bering, fermer bo'lmoqchiman, yer olib bering. Rostdan. Ha? Siz bacham soat 12 gacha sizdan ferma chiqam, ha? Vet oldim atush.